Bu narsani nimaligini men ham bilmardim to'g'risi. Hozir ko'rib, topib bildim. Sizlarga ham o'rgatib qo'yaman. Bu narsa orqadan kimdir danli qilib kelgan paytda mana shu narsa uni sezar ekanda, bu ayni qorayar ekan, tomnilashar ekan, keyin sizni ko'zingizga tushishini oldini olar ekan, bunday aytganda. Bu yerda 16 Pro Max reklamasi ketmayapti, если что. Yana bitta foydali narsa, kunduzida ham eshikni ochsangiz, mana shu plafon yonib qolaveradi. Ko'pchilikda asabiga tegadi. Buni o'chmaydi deb o'ylaydi ekan. Aslida bu o'chadi, qarang. Buni o'chirish uchun hamma narsa o'chiq turishi kerak salonda. Mana bitta bosib olishingiz kerak. Hozir menda yonig'ida ekan. O'chirib turib, qaytadan bosib ko'rsatyapman. Start stopni bitta bosamiz. Yonadi, ekranda shunaqa yozuv chiqadi. Undan keyin buni 10 sekund bosib turasiz. O'rtadagi knopkani 10 sekund. 1 2 yo'q, boshqatdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 degandan keyin 2 marta harakat qilib qabul qildim degan ishorani beradi. Eshikni ochaman. Endi plafon yonmaydi. Bo'ldi, shu bilan ishingiz hal. Endi buni yonadigan qilish kerak bo'lib qolsa, mabodo sizga yana qaytarish kerak bo'lib qolsa eski holatiga, xuddi shunaqa qilasiz. Xo'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 marta yana harakat qiladi-da, eshikni ochsangiz yana qaytib yonaveradi.